Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan dasturlashni bilmasdan turib, dasturlashni ishlatmasdan turib Telegram botlar yaratishni ko'rib chiqamiz. Demak, bugun mana bu reja asosida botlarni yasashni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi o'rinda biz ikkita oyna ochib olganmiz. Hozir men tushuntirish uchun ikkita oyna ochib olganman. Mana buni aytaylik, admin paneli qilamiz, mana buni klient qilamiz. Ya'ni mana bu akkauntdan biz hozir botimizni yaratib olamiz, u botimizni ishlayotganini tekshirish uchun mana bu akkauntdan foydalanamiz. Demak, birinchi o'rinda qiladigan ishimiz botfazer. Botfazer botini topib, mana shu yerda biz botimizni yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, new bot orqali yangi bot yaratib olamiz. Demak, unga nom qo'yishimiz kerak. Bu botimizning nomini aytaylik dasturlama deb qo'yamiz nomini. Ana endi biz bunga link qo'yishimiz kerak va oldingi videoda aytganimdek, link qo'ygan paytimizda oxiri bot so'zi bilan tugashi shart. Demak, aytaylik, yoz ko'ramiz dasturlama bot. Demak, bizni linkimiz o'tdi. Bu oldin ishlatilmagan ekan. Ana endi botimizni tokenini sразу kopировать qilib olamiz. Ya'ni mana bu tekstni kopировать qilib olamiz. Ana endi bizga kerak bo'ladi menu builder bot. Mana birinchi chiqqani, mana linkini ko'rishingiz mumkin. Kuchukcha menu builder bot. Mana shu botga kirib olamiz va start knopkasini bosamiz. Ana endi biz bu botni o'zimizga qulay bo'lgan tilda sozlab olishimiz mumkin. Hatto bu yerda o'zbek tili ham bor. Mana linkus komandasini bersak, o'zbek tilida ishlashni boshlaydi. Ana endi biz nima qilishimiz kerak? Biz botlarni boshqarish bo'limiga o'tishimiz kerak. Botlarni boshqarish bo'limiga o'tganimizdan keyin biz menu bot qo'shish knopkasini bossak, bizdan so'raydi botimizni tokenini. Botning tokenini yuboramiz. Ozgina kutishimiz kerak bo'ladi. Bu qo'shilgungacha mana bo'ldi, qo'shilib bo'ldi. Ana endi biz link orqali o'tib olamiz botimizga. Mana botimizni o'zi. Ana endi start bossak, hammasi boshlanadi. Endi biz bu yerda yana qaytadan til tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Link qilib olamiz. Mana hamma knopkalarimiz o'zbek tiliga o'tdi. Ana endi biz ketma-ketlik bo'yicha sekinlikda ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda biz tugmalar muharriri bo'limini ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni mana bu tugmalar muharriri. Biz bu knopka yordamida har xil tugmalarni joylashtirishimiz mumkin botimizga. Endi tugmalar muharririni bosadigan bo'lsak, bizdan so'raydi tugma qo'shish. Agar biz tugma qo'shish knopkasini bossak, bizdan so'raydi yangi o'sha tugmamizning nomini. Aytaylik, men uni tugma 1 deb nomladim va enter bosdim. Mana ko'rib turganimizdek, bizda tugma 1 degan knopkamiz paydo bo'ldi. Ana endi biz mana bu akkauntga o'tib, sekin-astalikda tekshirib boramiz. Demak, linkimiz dasturlama bot. Demak, bu yoqdan ham qidiramiz. Dasturlama bot. Dasturlama bot kiramiz va start knopkasini bossak, bizda demak tugma 1 degan bo'limimiz chiqdi. Endi tugma 1 ni bosadigan bo'lsak, bizda tugma 1 deb atvet qaytaradi. Nimaga unaqa desanglar, biz hali bu tugmamizga hech qanaqa vazifa yuklamadik, hech qanaqa nimadir qilmadik, xolos. Hech qanaqa ishlov berganimiz yo'q hali bu tugmamizga. Ana endi demak biz nom berishni ko'rib chiqdik. Ana endi tugmalarga buyruq tayinlash, ya'ni buyruq degan narsa bor. Uni nima ekanligini keyinchalik yana ko'rib chiqamiz. Nimaga kerakligini keyinchalik tushunib olasizlar. Endi bunga biz buyruq tayinlashimiz uchun mana bu yerda turgan mana bu yulduzchani bosishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yerda buyruq tayinlash knopkasi bor. Shuni bosadigan bo'lsak, bizdan so'raydi komanda tayinla. Xuddiki biz bitta komandani bilamiz hammamiz. Mana bu komanda любой botimizni ishga tushirishimiz uchun har doim ishlatiladi mana shu komanda. Biz yana bunga qo'shimcha boshqa komanda berishimiz mumkin. Aytaylik, tugma 1 komandasini bunga berib qo'yaman. Endi keyingi ko'radigan narsamiz birinchi o'rinda tasdiqlash bosib olishimiz kerak. Bu endi tasdiqlanadi, endi chiqib ketsa ham bo'laveradi.
Bu nimaga kerakligini keyinchalik ko'ramiz. Ana endi biz inline tugmani o'rganib chiqishimiz kerak, lekin biz buni o'rganishimizdan oldin xabarlar muharriri nima ekanligini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ana endi biz demak muharrirni to'xtatish knopkasini bossak, biz boyaga kirgan tugmalar muharriridan chiqib ketamiz. Ya'ni endi biz o'sha knopkalarni boshqarmaymiz, biz общий menyuga qaytamiz. Ana endi keyingi bo'limimizda xabarlar muharririni bosadigan bo'lsak, bizga nima kerak o'zi bu xabarlar muharriri? Bu muharrir bizga o'sha boya yaratgan knopkalarimizga javoblar qaytarishimiz uchun kerak bo'ladi. Boya ko'rdik, tugma 1 desak, tugma 1 deb shunchaki atvet qaytaryapti. Biz hozir buni murakkabroq, biz o'zimiz xohlagandek atvet qaytarishni o'rganamiz. Ana endi biz uning uchun tugma 1 ni bosamiz, chunki biz shunga atvet qaytarmoqchimiz. Endi bizda mana bunaqa bo'lim chiqadi. O'rganadigan narsamiz birinchi o'rinda xabar qo'shishni ko'ramiz. Endi biz bu yerda nima qilsak bo'ladi? Salom, siz tugma 1 tugmasini bosdingiz degan yozuv yozadigan bo'lsak, jo'natishni bosamiz. Mana demak, mana bunaqa paydo bo'ldi. Endi bu nima? Hozir biz startni yana qaytadan bosamiz va tugma 1 ni bosadigan bo'lsak, ana endi bizda boshqacha javob kelyapti. Salom, siz tugma 1 tugmasini bosdingiz. Demak, endi yana bitta fishkasi bor shu joyda. Mana bular bilan nima qilsak bo'ladi? Almashtirish, o'chirish, qo'shish. Endi almashtirishni hozir bosadigan bo'lsak, biz mana bu turgan yozuvimizni almashtirsak bo'ladi. O'chirishni bossak, bu o'sha keladigan xabarni polностью o'chirib yuborsak bo'ladi. Qo'shishni bossak, mana bundan tashqari tagidan yana bitta qo'shimcha xabar keladigan qilsak bo'ladi. Hozir biz aytaylik, almashtirishni bosamiz va men hozir sizlarga bitta fishka o'rgataman. Hozir o'zi yozgan tekstimizni olamiz. Ya'ni mana buni. Va mana bu yerga qo'yamiz, lekin orasiga bitta nimani qo'shib qo'yamiz, bitta komanda qo'shib qo'yamiz. Foiz belgisini qo'yamiz ikkita. Ichiga yozamiz first name. Bu bizga nimaga yordam beradi? Bu shunaqa funksiyaki, hozir biz buni yozganimizdan keyin foydalanuvchiga mana bu so'zni o'rniga aynan uning niki qanaqa bo'ladigan bo'lsa, nickname qanaqa bo'ladigan bo'lsa, o'shanaqa bo'lib boradi. Endi buni hozir amalda ko'ramiz. Jo'natishni bosamiz va hozir ishga tushirib ko'ramiz. Start tugma. Ko'rib turganimizdek, menda mana bu first name o'rniga Azbek degan yozuv chiqyapti. Nega? Sababi mana bu akkauntni, ya'ni mana shu общий akkauntni nickname Azbek turibdi. Shuning uchun ham Azbek qilingan. Agar biz hozir nickname'imizni o'zgartirsak, bu yerda ham boshqacha nickname bo'lib chiqadi. O'sha o'zgartirganimiz bo'lib chiqadi. Bu bizga nimaga yordam beradi? Har bir foydalanuvchini o'zining nickname bo'yicha chaqirishimiz uchun yordam beradi. Bu menimcha plyuslari bor bir qancha.